Xo'p, demak bizani keyingi ko'radigan masalamiz longest palindrom. Bizada s string beriladi ekan, bu yerda harflar to'plami. Biza topishimiz kerak o'sha harflarni ishlatib, eng uzun palindromimizni uzunligi qancha bo'lishini. Xo'p, bu masalaga o'tishdan oldin birinchi palindrom o'zi nima ekanligini tushunib olamiz. Masalan, misol qilib keltiraman. Aziza ismi. Bu ismni boshidan o'qisangiz ham, oxiridan o'qisangiz ham Aziza bo'lib o'qiladi yoki bo'lmasa level degan so'z. Buni ham xuddi shunaqa boshidan o'qisangiz ham level bo'lib o'qiladi, oxiridan o'qisangiz ham xuddi shunaqa. Demak, bizaga input berilyapti ekan, masalan A, B, C, 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 and D, and D. Xo'p, biza birinchi qiladigan narsamiz harflarni sanab chiqamiz. Masalan, dictionary ko'rinishida. Demak, bizada A dan bitta bor, B dan bitta bor. Xo'p. C dan 3 ta bor, D dan 2 ta bor. Xo'p, masalan, mana shu case'ga qaraydigan bo'lsak, biza juft marta kelgan harflarni bemalol ishlatsak bo'ladi. Demak, mana bu yerda D, D. C ni ham ishlatsak bo'ladi. Chunki 3 ta C kelgan, biza uni juft qismini olamiz. C, C. Xo'p. Endi bizada palindrom yasalishi uchun mana bu yerda o'rtada bitta C qo'yamiz yoki B qo'yamiz yoki A qo'yishimiz kerak. Bu holatda bizadagi eng uzun palindrom uzunligi necha? 5 ta bo'lyapti. Bizada masalan shartda ham xuddi shu narsani so'ragan. Xo'p, bizada overall 7 ta son bor va 7 ta to'yishdi harflar bor. Demak, o'sha 7 ta harflarni ishlatib biza qilishimiz mumkin bo'lgan eng uzun palindrom uzunligi 5 ta ekan. Ups. Xo'p, endi masalani ishlanishiga o'tamiz. Xo'p, hozirgina aytganimdek, bizani ishimiz ancha osonlashadi agar biza dictionarydan foydalanadigan bo'lsak. Buning uchun dictionary uchun bitta o'zgaruvchi yaratib olamiz va stringda berilgan har bitta harfni dictionaryga qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun har bitta harfni ustidan yurib o'tishimiz kerak stringda va dictionary-cha. Xo'p, sizlar xohlagan nomingizda nomlasanglar bo'ladi dictionaryni. Men o'zimga yoqqan nomda, ya'ni dictionary-cha deb nomlab qo'ydim. Xo'p, dictionary-cha letter teng deylu dictionary-cha.get letter 0 plus 1. Kodimizni bu qismi nima qiladi? Birinchi tekshiradi, bizning dictionary'imizda o'sha harf bormi? Agar o'sha harf bo'lmasa, uni 1 ga tenglaymiz. Ya'ni agar qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, uni 1 ga tenglaymiz. Agar u harfdan bizada nechtadir bo'lib turib, uni count bo'ladigan taqdirda unga 1 qo'shib qo'yamiz shunchaki. Bu yerda masalan boshqa usul from collections import counter deb ishlasak ham bo'lardi, lekin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men shunaqada yozdim. Manually yozdim. Xo'p. Biza har bitta harflarni sanoqli. Endi biza tekshirib chiqishimiz kerak. Ular toq marta kelganmi yoki juft marta? Men aytganimdek juft marta kelgan bo'lsa, ularni bemalol ishlatishimiz mumkin. Xo'p. For count deylik bitta in dictionary-cha values if. Xo'p, bundan oldin rezultat uchun ham bitta o'zgaruvchi yaratib olaylik. Result teng 0. Xo'p. If. Xo'p, demak bizada countni 2 ga bo'lgan vaqtimizda qoldiq 0 ga teng bo'lsa, xo'p, qoldig'imiz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, result ga qo'shib yuboramiz count. Else bo'ladigan bo'lsa, xo'p, result
ga qo'shamiz. Xo'p. Result sizlarga tushunarli bo'lishi uchun anaqa uzunroq formatda yozaman. Result qo'shilgan count ayrilgan 1. Xo'p. Nimaga -1 yozdik? Bu yerda tushuntirib o'taman. Masalan, mana bu examplega o'tadigan bo'lsak, xo'p. Bizada C 3 marta kelgan edi va C ni ikkitasini biza bemalol ishlata olamiz. Ya'ni ikkita C ni biza bemalol ishlatib turib, bittasini tashlab ketishimiz mumkin. Bu degani C dan biza 1 ayirdik. O'rtaga xolasak keyinchalik B ni, xolasak A ni qo'yib ketishimiz mumkin. O'shaning uchun bu yerda -1 yozdik. Biza hali tekshiramiz buni. Agar bizada to'q son bo'ladigan bo'lsa, ya'ni countimiz to'q bo'ladigan bo'lsa, biz unga +1 qilib qo'yishimiz ham kerak. Chunki mana bu o'rtadagi harf uchun. Bu yerda yo xolasin C bo'lsin, xolasin A bo'lsin, lekin bu yerda baribir +1 bo'ladi agar bizada to'q count bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, buning uchun ham bitta o'zgaruvchi yaratib olsak bo'ladi. Juft emas masalan. Bu yerda bu false ga to'g'ri false bo'lib turadi va buni o'zgartirib yuboramiz. Juft emas is equal to true. Xo'p. Yana bitta shart yozamiz. If juft agar bizada bu shart to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, result ga 1 qo'shib yuboramiz va oxirida return result. Xo'p. Kodimizga bitta ko'z yugurtib yuboramiz. Hech qanday xato qilmadikmi? Menimcha yo'q. Ikkita test case'ni o'tdi. Endi submit berib ko'ramiz. Yaxshi, 8 millisekund. Xotirani ko'radigan bo'lsak, 12,5 megabayt ishlatilibdi bu yerda. Xo'p, bizada aytganimda yana bitta variant bor edi. Ishimizni ancha oson qilib berardi. Masalan, from collections import counter. Bizaga mana bu harflarni manual sanash umuman kerak bo'lmasdi. Biz nima qilardik? Dictionary-cha teng counter. Xo'p, bu hozir bizlar nima qiladi? Biz hozir tayyor yozilgan kodni import qilib oldik va mana bu counter S dagi har bitta harfni avtomatik o'zi sanab ketadi. Biz uni yana qaytadan yozib o'tirishimiz shart emas. Yana bitta run berib ko'rsak bo'ladi kodimizga. Okay, submit qilib, endi masalan memoryni yoki ishlash tezligini solishtirsak bo'ladi. Почти bir xil. Demak, farqi yo'q. Xo'p, hammaga rahmat. Buguncha shu.